Dostondagi voqealar xudolar buyuk qahramonlar davrini tugatishni boshlagan 10 yillik Troya urushidan keyin sodir bo'ladi. Troya qo'lga kiritilgach, omon qolgan shohlar va jangchilar Yunonistonga qaytishda halok bo'lishlari kerak edi. Faqat bir nechtalari uyga qaytishga majbur edi. Ular orasida Pilosning keksa qiroli Nestor, Menelaus va qo'lga olingan go'zal Yelena, Yunonlar rahbari Agamemnon va Itaka shohi Odissey bor edi. Oxirgisiga eng qiyin bo'ldi. U o'z vatanini izlab 10 yil dengizlarni kezdi. Odisseyaning uning sayohatining so'nggi oylari tasvirlanadi. She'rning birinchi qo'shig'i Olimpiya xudolarining uchrashuvi haqida hikoya qiladi. Odisseyning himoyachisi Afina Zevsdan qahramonga yordam berish uchun ruxsat so'raydi. Poseydon unga o'z ona qirg'oqlariga suzishga ruxsat bermaydi. Kema halokatga uchragandan so'ng Odissey o'zini asirda ushlab turgan Nimfa Kalipso orolida topadi. U 20 yildan beri uydan uzoqda va Itakada hamma uni o'lgan deb hisoblaydi. Mahalliy zodagonlar xotini Penelopadan yangi er va hukmdor tanlashini talab qilishadi. Ko'plab da'vogarlar malikani bezovta qiladilar, saroyda yashaydilar, ziyofat qiladilar va xazinani talon-taroj qiladilar. Penelopa da'vogarlarni to'g'ridan-to'g'ri rad eta olmay, ayyorlik va aldash orqali qarorni keyinroqqa qoldiradi. Zevsning roziligini olgan Afina donishmand qiyofasida Odisseyning o'g'li Telemachga ko'rinadi. U go'dakligida otasini ko'rmagan edi. U unga Odissey haqida yangiliklarni bilish uchun materikka borishga buyuradi. Birinchidan, Telemach Pilosga tashrif buyuradi va Nestorga murojaat qiladi. Keksa podshoh Yunon qahramonlarini Troyadan qaytayotgan kemalarni qanday qilib bo'ron cho'ktirganini aytib beradi. Nestor va Agamemnon qochishga muvaffaq bo'lishdi, ammo ikkinchisini uyda o'lim kutmoqda, deydi. Yunonlarning rahbari o'z xotini va uning sevgilisi tomonidan o'ldirilgan va yaqinda Sparta qiroli Menelaus uyga qaytdi. Nestor unga Odissey haqidagi yangiliklar murojaat qilishni maslahat berdi. Spartada Telemach Menelausning sayohatlari haqida hikoyalar eshitadi. Troyan urushidan keyin u rafiqasi Helen bilan Misr qirg'oqlariga tugadi. U yerda dengiz oqsoqoli Proteus bilan jangga kirishdi. G'alaba qozongan Menelaus undan uyga bu yo'lni bilib oldi va shu bilan birga Odisseyning taqdiri haqida ham bir nechta ma'lumotlarni bilib olgan. Sparta qiroli Telemachga otasi tirikligini aytadi. Ammo Kalipso orolidagi Nimfa uni uzoqda ushlab turganini ham ma'lum qiladi. Afinaning maslahatiga ko'ra, Odisseyning xursand bo'lgan o'g'li onasiga va uning sovchilarga uchrashuvni kechiktirishni aytish uchun uyga shoshiladi. Bu vaqt Zevs Odisseyni ozod qilish buyrug'i bilan xabarchi xudo Hermesni Kalipso oroliga yuboradi. Oshiq Nimfa og'ir tuyg'ular bilan o'z asirini qo'yib yuboradi. Odissey o'ziga kemacha quradi va yulduzlarni bilgani orqali Itakaga yo'l oladi. Ammo shafqatsiz Poseydon qahramonning uyiga tinchgina yetib borishiga yo'l qo'ymaydi va 4 ta shamoldan kuchli bo'ron ko'tarib, Salni, ya'ni uning kemasini yo'q qiladi. Afina yana Odisseyga yordamga keladi. 3 ta shamolni tinchitib, 4-shamolni eng yaqin yerga yo'naltiradilar. Shunday qilib, Odissey o'zini Frakiya qiroli Alkinosning boshqaradigan Sheriya orolida topadi. Sohilda mo'jizaviy tarzda qutqarilgan qahramon go'zal qiz bilan uchrashadi. Bu Alkinosning qizi, malika Nausika edi. U qahramonni mis devorlari va oltin eshiklarga ega bo'lgan saroyga kuzatib boradi. Mehribon Alkinoy sarkardaga uyga qaytishga yordam berishga va'da beradi va unga bayram uyushtiradi. Bayramda Odissey ko'r qo'shiqi Demodokning Troya urushi haqidagi qo'shiqni eshitadi va ko'z yoshlarini tiya olmaydi. Podshoh mehmonni nima haqida qayg'urayotganini aytib berishni so'raydi. Keyin Odissey o'zini tanishtiradi va 10 yillik sarguzashtlarini tasvirlaydi. Odissey Troyadan ketganidan keyin 9 ta sinovga duch kelgan. Kuchli bo'ron uning kemalarini sehrli lotuslar o'sadigan Loto Fagislar mamlakatiga olib bordi. Bu mevalarni tatib ko'rgan odam dunyodagi hamma narsani unutar edi. Odisseyning ko'p o'rtoqlari o'zlarining tug'ilgan Itaka shahriga suzib ketishdan bosh tortib, Lotus yerlariga qolishadi. Qolganlari sayohatlarni davom ettirib, sikloplar tomonidan qo'lga olinadi. Odissey ulardan biri Poseydonning o'g'li
Polimefni ayyor yo'l bilan ko'zini ko'r qilishga muvaffaq bo'ladi. Shu sababdan ham dengiz xudosi qahramonni yomon ko'rib, o'z vataniga tinchgina suzib borishga yo'l qo'ymaydi. Keyin Odissey va uning hamrohlari shamollar xudosi Aelios va quyosh xudosi Heliosning orollariga, gigant kanniballar mamlakatiga hamda sehrgar Kirke tomonidan asirga tushishadi. Bundan tashqari, ular o'zlarining halokatli qo'shiqlari bilan ularga o'ziga jalb qila oladigan sirenalar bilan to'qnashganlaridan keyin ham zarar ko'rmaydilar. Sila va Charbitis hayvonlari o'rtasidagi dahshatli bo'g'ozda ular bir nechta odamni yo'qotishdi, ammo kema omon qoldi. Sayohat paytida qahramon hatto o'liklarning shoxligiga tushishi kerak bo'ldi va u yerda eski o'rtoqlari Achilles, Agamemnon va Ajax bilan uchrashdi. 10 yillik sargardonlikdan so'ng Odissey kema halokatiga uchradi va Kalipso orolida o'zini tinchini topdi. Frakiya hukmdori Alkinusga Odisseyning hikoyasi yoqib chiqib, u Odisseyga fik kemasini beradi. Bu esa qahramonni o'z vataniga eson-omon yetkazadi. Hech kim qirolning muddatidan oldin qaytib kelganini tan olishiga yo'l qo'ymaslik uchun Afina uni kambag'alga aylantiradi. Odissey o'zining cho'chqa chorvaning xizmatkori Yemey bilan boshpana topadi. Donolik ma'budasi Afina qahramon uchun safardan qaytgan o'g'li bilan uchrashuv tashkil etadi. Odissey Telemachga o'zini ko'rsatadi va ular birgalikda sovchilardan qutulish rejasini tuzadilar. Odissey tanimay saroyga keladi va sadaqa so'raydi. Lekin ziyofatchilar uning ustidan kulishadi. Faqatgina uni sobiq iti va keksa xizmatkori o'z xo'jayinini taniydilar. Penelope o'z qarorini da'vogarlarga e'lon qiladi. U Odisseyning kamonidan ketma-ket 12 ta halqa orqali o'q otadigan kishiga turmushga chiqishga tayyor edi. Lekin ularning hech biri kamon ipini ham tortib ola olmaydilar. Keyin Odissey tilanchi qiyofasida o'z kuchini ham sinab ko'rishni so'raydi. Telemach unga ruxsat beradi va onasidan xonani tark etishini so'raydi. Qahramon kamonni osongina ko'taradi va o'qni barcha 12 ta halqa orqali yuboradi. G'alaba qozonib, u o'z ismini e'lon qiladi. Da'vogarlar qurollarni tortib olishadi, lekin Odissey ularni kamon bilan birma-bir o'ldiradi. Penelope hech narsani eshitmaydi va xizmatkor unga Odisseyning qaytib kelish haqida xabar berganida u ishonmaydi. U erini tanimaydi va tekshirish uchun xizmatkordan to'shakni qirollik yotoqxonasidan mehmonxonasiga olib kelishni so'raydi. Hayratda qolgan Odissey u to'shakni ko'tarib bo'lmasligini aytadi. Chunki uning o'zi unga oyoqlarini o'rniga dumba bog'lagan edi. Bu sir boshqa hech kimga ma'lum emas edi va xursand bo'lgan Penelope erini o'pishga shoshiladi. Bu orada o'ldirilgan da'vogarlarning qarindoshlari qo'zg'olon uyushtiradi va Odissey ular bilan jang qilishga kirishadi. Ammo to'satdan jangchilar o'rtasida Afina paydo bo'ladi va qon to'kilishini to'xtatishni talab qiladi. Shu bilan doston sulh bilan tugatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.